Ko'pchilik savol beryapti, Angliyaga qanaqa kelgansiz, qaysi firma orqali kelgansiz deb savol beryapti. Shu savollarga qisqacha javob berib o'tishga harakat qilaman. Men Angliyaga tashqi mehnat migratsiyasi orqali kelganman. Ya'ni migratsiya bilan Angliyaning Hops kompaniyasi shartnoma tuzgan. Ana shu Hops kompaniya orqali imtihonlardan o'tib, testni topshirib, ayolim bilan Angliyaga kelganmiz. Hozirgi yil ikkinchi yil mavsumiga ishga keldik. Har xil firmalarga ishonib yurmanglar. Qanaqadir litsenziyasi yo'q firmalarga ishonib, pul berib, aldanib, kuyib qolib yurmanglar. Bu yerda hech qanaqa migratsiyani reklama qilish niyatim yo'q. Ya'ni men o'zimni boshimdan o'tganini va o'zim tajribadan kelib chiqqan holda sizlarga aytib o'taman. Tashqi mehnat migratsiyasi orqali kelsanglar, hech qanaqa hech kimga aldanmaysizlar va katta pul bermaysizlar hech kimga. Faqatgina kutasizlar. Shu vaqtingiz ketadi. Kutish jarayoni bizaniki почти 1 yilga yaqin kutganmiz. Ketishimizni, imtihonlar va bu yoqqa kelgunimizgacha, chaqiruv kelgungacha 1 yil vaqt ketgan. Hatto hech kimga pul bermaganmiz. Hech kimga aldanmadik, Xudoga shukr. Shunaqa mana hozir Angliyada ishlab 2-yil ishlayapmiz. Sizlarga ham taklif qilaman. Shu yo'nalish orqali kelinglar. Hech qanaqa firmalarga pul berib yurmanglar, ishonib 2000-3000 dollar berib u pul topish oson emas. Yana qanaqadir savollar bo'lsa, meni kommentariyaga yozinglar. Inshaalloh qo'ldan kelgancha savolingizga javob berishga harakat qilaman. Yo'masa Instagram lichkamga yozsanglar bo'ladi. Qo'ldan kelgancha va Alloh qodir qilgancha hamma savolingizga javob berishga harakat qilaman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.